Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Boshlang'ich arab tili darslarimizni davom etamiz. O'tgan darsimizda mim harfi bilan tanishib o'tgan edik. Bugungi darsimiz ta harfi haqida bo'ladi. Darsimiz davomida ta harfining yozilishi, talaffuzidagi qoidasi, o'qilishi bilan tanishib o'tamiz hamda o'tgan darsda berilgan dars vazifasini tahlil qilamiz. Keyin esa yangi dars vazifasini beramiz. Bugungi harfimiz 4 ko'rinishli harfdir. Ta harfining imlosi o'zidan oldingi va keyingi harflarga qo'shilib, satr ustidan yoziladigan harf. Mana ko'rib turganimizdek, mana shunaqa ko'rinishda 4 ta ko'rinishi bor. Ta harfining birinchi ko'rinishi so'z boshida keladigan ko'rinishi, so'z orasida, ya'ni ikkita undosh orasida keladigan ko'rinishi, so'z oxirida keladigan ko'rinishi hamda alohida bo'lib keladigan ko'rinishidir. Ta harfining yozilishini tushuntiraman. Birinchidan, ta harfi hech qachon satrdan pastga tushmaydi. Har doim satr ustida yoziladi. Ta harfining yozilishi juda ham oson. Buni osonlashtiradigan narsa daftarimizning katagidir. Katakning o'ng tomon pastki burchagi ta harfi yoziladigan burchakdir. Mana shu yerda mana shu katakka nisbatan yozaman, e'tibor beramiz. Mana bu qismida ta yoziladi mana. Mana shunday yoziladigan harf. Ya'ni o'ng tomon pastki burchakda ta harfi yoziladi. Katakning chizig'i bilan moslab yozsa agar oson yoziladi. Ustiga ikkita nuqta qo'yiladi. Mana shunday. Buni kattaroq qilib ko'rsataman. Bu yerda katak kichkina bo'lganligi uchun katakka moslab yozishga harakat qildim. Mana kattaroq qilib yozsa agar mana shunday ko'rinishda. Mana bu 4 ta katakni bitta katak deb hisoblasak, mana shunday o'ng tomon pastki burchagi va yarmigacha. Ustiga ikkita nuqta qo'yiladi. Mana shunaqa harf. Ta harfining ikkinchi ko'rinishi ikkita katakning orasidagi burchaklarga moslanadi. Mana shunaqa harf, ustida ikkita nuqtasi bor. Mana. Kattaroq qilib yozsam agar mana shunday. Uchinchi ko'rinishi xuddi ikkinchi ko'rinishga o'xshash, faqat chap tomoni ozgina cho'zilishi kerak. Cho'zilishini ham o'zining miqdori bor. 2 katak miqdoricha cho'zilishi kerak. Mana bunday. Mana ikkinchi ko'rinishning shakli bo'ldi. Shuni davom ettiramiz. Mana shunday. Ikkita katak miqdoricha uzunlikda va nuqtasi bu yerda emas, aksincha o'rtada bo'lishi kerak. Mana shunday bo'lsa ta bo'ladi. 4-chi alohida ko'rinishi, buni biz katakning o'ng tomon pastki burchagidan boshlaymiz. Va davom etib ikkita katakni qamrab oladi. Mana shunaqa shakl o'rtasidan ikkita nuqtasi bilan. Daftarimiz katagiga moslab yozsa agar juda ham oson harf. Va bu shaklda 3 ta harf bor. Umumiy hisobda 5 ta harf bor. Mana shu ikkita ko'rinish bilan va chiziqqa moslanib yoziladigan, aynan shunaqa nuqtasi bilan farq qiladigan 5 ta harf bor arab tilida. Ularni albatta ketma-ket o'tganimizda yaxshiroq tushunib olaveramiz. Endi esa ta harfining talaffuzi. Ta harfining talaffuzi o'zbek alifosidagi t harfi talaffuziga o'xshash. Oddiy. O'zimizda t qanday bo'lsa, arab tilida ham shunaqa, faqat farqi bor. Arab tilidagi t harfi sukun bo'lganda qattiqroq talaffuz qilinishi kerak. Ya'ni t harfining ustida sukun kelsa agar qattiqroq ushlab talaffuz qilamiz. Agar buni oddiyroq qilib aytsa agar, tovush birinchi so'nishi kerak, keyin portlashi kerak. Shunda qattiqroq bo'ladi. Masalan, mana bu yerda bu a edi, bunisi t ustida sukun. Mana shu t ustida sukun bo'lganida har doim t ning talaffuzi birinchi so'nadi, keyin esa portlaydi. Masalan, at bo'lish kerak. Men hozir bu yerda bo'rttirib aytyapman. Bunchalik bo'rttirilmaydi, lekin boshida mahrajlar yaxshi chiqishi uchun
bo'rttirib talaffuz qilish tavsiya etiladi. At bo'lish kerak. Ya'ni at emas, at to'xtash, keyin t bo'lish kerak. At bo'ladi. Ikkinchisi m-a yana t sukun. Bu yerda so'nib portlaydi. Mat bo'lish kerak. Keyingisi r-a ro bo'lardi. T yana sukun bo'lgani uchun so'nib portlaydi. Rotmu. Mana shunaqa qoidasi bor. Davom etamiz. Endi esa t harfi va undan oldingi harflarni qatnashtirib so'zlar birikmalarini ko'ramiz. Birinchi so'z m-a-t sukun. Mat. M-i-t sukun. Mit. M-u-t sukun. Mut. T-a-m-a-r sukun. Tamar. T-a-r-i-r sukun. Terir. Z-u-r sukun. T-a. Zur-ta. A-m-a-r sukun. T-i. Amarti. M-a r-a-o bo'ladi. R sukun T-u. Marortu. U-m-i-r sukun. Umir T-u. Umirtu. A-m-a-r-a-ro bo'ladi. T sukun. Amarot. Mana shu yerda alohida bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu narsani avval ham ishlatayotgandik, lekin alohida urg'u bermagan edim. Arab tilida har doim sukundan oldingi harakatga urg'u beriladi. Urg'uni yaxshi bilamiz deb o'ylayman. Urg'u cho'zish emas, urg'u tovushni ko'tarish bo'ladi. Mana shu yerda sukundan oldingi harakat a bo'lsa, a ga urg'u berishimiz kerak. Shunda mana bu tovush ozgina ko'tariladi. Amarot bo'lish kerak. Agar mana shu yerda urg'u bermasangiz, bu so'zni boshqacha xato qilib o'qishingiz mumkin. Amarot yoki amarot bo'lib ketishi mumkin. Mana bu yerda urg'u bo'lmasa agar. Amarot bo'ladi. Keyingisi a-m-a-r sukun. Amartum. M ozgina cho'ziladi. Amartum. U-m-i-r sukun. Umir T-u-m. Umirtum. M-a-r-a-ro r sukun. Maror T-u-m. Marortum. M-u-r-i muri yana r rir. T-u-m. Murirtum. Ir T-a-ta-m-a-ma z-a za. Irtamaza. T-a-r-i tari-za-a-t. Tarizat. Mana bu yerda urg'u bo'lish kerak. T-a-r-i z sukun. Z sukun bo'lganda cho'ziladi. Tariz. T-u-m. Tariztum. M da ham ozgina cho'ziladi. Tariztum. Keyingisi T-a-r-i-z sukun. T-a. Tarizta deb o'qiladi. Endi esa ketma-ket o'qib beraman. Mat. Mit. Mut. Tamar. Tarir. Zurta. Amarti.
مررت مررت أمرت 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 أمرتم 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 مررتم 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 ارتمز ارتمز ترزت ترزت ترزتم ترزتم ترزت ترزت mana shunday vazifa tarzida mana shu matnni 10 martadan kam o'qimaslikni tavsiya bergan bo'lar edim. Iloji boricha ko'proq o'qiylik. Mana shuni ko'proq o'qishimiz keyingi darslardagi tezligimizni hal qilib beradi. Endi esa o'tilgan darsda berilgan vazifani tahlil qilamiz. Biz shu paytgacha mana bu 4 ta harfni o'tdik. Mana bu yerda yordam sifatida yozib qo'ydim. Alif harfi, ro, zay va mim harflarini o'tdik. Mana shu 4 ta harf qatnashgan so'zlarni vazifaga bergan edik o'tgan darsimizda. O'sha so'zlarni birma-bir yozamiz. Birinchisi alif yoziladi. Ustiga u qo'yamiz. Endi esa mim harfini yozishimiz kerak. So'zlar yozilayotganda bundan keyin boshqacha bir tushunchalar kirishini aytib o'tgan edik. Shuning uchun ham bu tahlilni yaxshiroq ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Alifdan keyin qaysi mimni olamiz? Alifdan keyin mana bu mimni olishimiz mumkin yoki oxirgisini olishimiz mumkin. Nima uchun desak agar o'tgan darsimizda aytgan edikki, agar harf chap tomonga qo'l bermasa, ya'ni ulanmasa, undan keyin keladigan harf ham unga ulanmasligi kerak. Mana bu harf ulanmayapti va bunisi ulanmayapti. Bunisini qachon olamiz desa, bu so'z oxirida kelganda olinadi, bunisi so'z boshida yoki orasida kelganda. E'tibor bersak, mana bu yerda m so'z oxirida kelyapti va aynan shuning uchun ham bunisini olishimiz kerak. Demak, 4-sini olaman. Ustiga sukun. Mana shunday. Keyingi so'z m harfi birinchi m bilan boshlanayotganligi uchun birinchi mni olamiz. Ustiga u qo'yaman. Keyin r harfi. Qaysi rni olish masalasida bunisimi deganda m harfi chap tomonga qo'l uzatganligi uchun mana bu o'ng tomonga qo'l uzatgan rni olishimiz kerak. Mana shunday. Va ustiga sukun. Mur bo'ldi. Keyingisi a ni yozish uchun alif. Ustiga a. Keyin m harfi. M harfi alifdan keyin bunisi yoki bunisi edi. Endi qaraymiz. Bunisini olsak agar mana bu yerda so'z m da tugamagan. Shuning uchun mana buni ola olmaymiz. Bunisini olishimiz kerak. Mana bularni umuman ola olmaymiz, chunki chap tomonga alif qo'l uzatmaydi. Bular umuman variantda yo'q. Yo bunisi, yo bunisi. Biz buni olamiz. Mana bu ulanmayapti. M ustida sukun. Keyin r. Yana mana m dan keyin mana bu rni olgan edik, ikkinchisini mana shuni olaveramiz. R ustiga u. Mana shunday. Keyingisi m harfi birinchi kelgani uchun birinchi m. Ustiga a. Keyin r harfi. M dan keyin mana bu rni olayotgandik. R ustiga a qo'ysak o bo'ladi. Keyin a yozishimiz kerak. Alifni olamiz. Keyin qaysi alifni olamiz desa, bunisimi deganda, ya'ni birinchi ko'rinishimi, ikkinchi ko'rinishimi deganimizda biz birinchisini olamiz. Birinchisini olishimizga sabab r harfi chap tomonga ulanmaydi, shuning uchun. Ustiga a qo'yaman.
Mana shunday ma, ro, a bo'ldi. Keyingisi. Z harfi birinchi ko'rinishi, chunki bu yerda birinchi kelyapti. Ustiga a qo'yamiz. Keyin r harfi. Ostiga i. Mana r harfini mana bunaqa ko'rinishini olmaymiz bu yerda. Chunki mana bu z ulanmaydi. Oddiysini olib qo'yaveramiz. Shuning uchun birinchi ko'rinishdagi r ni oldik. Keyin esa m harfi. Qaraymiz. M undosh sifatida eng oxirgi kelyapti mana bu so'zda. Shuning uchun biz oxirgisini olamiz. Mana shunday. Ustiga a qo'yamiz. Xuddi shundoq. Keyingisi. Alifni olamiz. Birinchi ko'rinishini, chunki birinchi kelyapti. A. Ustiga a qo'yamiz. Keyin esa r. R harfining ham birinchi ko'rinishi qo'l uzatmaydigan ko'rinishi, chunki alif chap tomonga qo'l uzatmaydi. Mana shunday. Ustiga sukun qo'yamiz. Keyin z harfining birinchi ko'rinishi, chunki r harfi chap tomonga ulanmaydi. Mana ustiga a qo'yamiz. Keyin esa m harfining to'rtinchi ko'rinishi, ya'ni oxirgi ko'rinishi, chunki mana bu oxirida kelyapti hamda z harfi chap tomonga qo'l uzatmaydi. Ustiga sukun. Aur zam bo'ldi. Keyingisi. Z harfining birinchi ko'rinishi, chunki birinchi kelyapti. Ustiga u. Keyin esa m harfi. M harfining birinchi ko'rinishini olamiz. Chunki z harfi chap tomonga ulanmaydi va m dan keyin harf bor. Mana bunday. Ya'ni m dan keyin harf bo'lganligi uchun m ni qo'lini cho'zib qo'yishimiz kerak. M dan oldingi harf ulanmaganligi uchun qo'lini olib tashladi. Keyin r harfi. R harfining ikkinchi ko'rinishi, chunki m qo'l uzatyapti. R ham o'ng tomonga qo'l uzatishi kerak. M harfi ustiga a qo'yamiz va r harfining ustiga sukun. Zumaur. Keyingisi r harfi. Birinchi ko'rinishi, chunki birinchi kelyapti. Ustiga a qo'ysak o bo'ladi. Keyin z harfi. Z harfining ham birinchi ko'rinishi, chunki r chap tomonga ulanmaydi. Ustiga a qo'yamiz. Keyin m harfining to'rtinchi ko'rinishi, chunki z chap tomonga ulanmaydi va m undosh sifatida so'zning eng oxirgi harfi. Ustiga a qo'yamiz. Ro, z, m bo'ldi. Keyingi so'z alif. Ustiga a qo'yamiz. Keyin z harfining birinchi ko'rinishi, chunki alif chap tomonga ulanmaydi. Ustiga sukun. Keyin r harfining birinchi ko'rinishi, chunki z ham chapga ulanmaydi. Ustiga a qo'ysak o bo'ladi. Keyin alif va hamza, ustiga a. Mana shunday. Azroa bo'ldi. Keyingisi. R harfining birinchi ko'rinishi. Ustiga a qo'yamiz, o bo'ladi. Keyin alif. Alifning birinchi ko'rinishi, chunki r chap tomonga ulanmaydi. Ustiga a qo'yamiz. Keyin m harfining to'rtinchi ko'rinishi, chunki mana bu yerda m harfi undosh sifatida so'zning eng oxirgi harfidir. Ustiga a qo'yamiz. Keyin m harfi birinchi ko'rinishi, chunki m birinchi kelyapti. Ustiga a qo'yaman. Keyin tutuq belgisini qo'yishim kerak. Tutuq belgisi alif ustida hamza va uning ustida sukun bo'lishi kerak edi. Bu yerda m harfi chap tomonga ulanayotganligi uchun undan keyingi harf ham bunga ulanishi kerak. Shuning uchun alifning ikkinchi ko'rinishini olaman va mana bundoq qilib ulayman. Mana ustiga hamza va sukun qo'yaman. Ma bo'ldi. Keyin m harfi yana. Endi m harfining birinchi ko'rinishini olaman. Chunki alif chap tomonga ulanmayapti. Shuning uchun undan keyingi harf ham bunga ulanmasligi kerak. Mana bunday. Mana m ulanmayapti. Ustiga a qo'yaman. Endi esa yana a deb yozishim kerak. Alifni yozaman. Alifni ikkinchi ko'rinishini olaman, chunki m chap tomonga ulanadi va undan keyingi harf bunga ulanishi kerak. Mana shunday ustiga a qo'yaman. Mana ma a bo'ldi.
Oxirgi so'z z harfi. Birinchi ko'rinishi, chunki birinchi kelyapti, ustiga a. Keyin m harfining birinchi ko'rinishi, chunki z harfi chap tomonga ulanmaydi. Ustiga sukun. Zam bo'ldi. Keyin z harfining ikkinchi ko'rinishi, chunki m harfi chap tomonga ulanyapti va undan keyin keladigan harf ham o'ng tomonga ulanishi kerak va bu z harfining ikkinchi ko'rinishidir. Mana ustiga a qo'yamiz. Keyin m harfining oxirgi 4-ko'rinishi, chunki mana bu yerda m harfi undosh sifatida eng oxirgi harfdir. Mana ustiga sukun. Zam bo'ldi. Mana shunaqa. Xudo xohlasa yana 2-3 ta darsda shunaqa tahlil qilsa agar, bemalol tushunib o'zingiz yozib ketaverasiz. Darsimiz yakunida yangi vazifa va vazifamiz o'zgarmaydi. Quyidagi harf birikmalarini arab yozuvida yozishingiz kerak va albatta vazifa tarzida o'qiydigan matnlarimizni ko'proq o'qishingizni tavsiya beramiz. Albatta hozir boshida ko'proq o'qib olsangiz, keyinchalik so'zlarga, so'zlardan birikmalarga, birikmalardan gaplarga va matnga o'tib ketadigan paytimizda qiynalmaysiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.